Bismillah. 2025-yil 15-iyun Shuldak qishlog'i, Oqsoqotasoy. Shu yerdan safarni boshlash arafasidamiz. Suv bo'lsa hamma yoq yashnaydi. Mana bu yerlarga makkajo'xori ekishibdi. Suv tortishibdi. Mana bu yerda buloq bor ekan, mana qaynab chiqyapti. Mana shu buloqdan suv asta pastga qarab tushib ketyapti. Oqsoqota kengliklari, kanyonlar, yuqorida So'rinota cho'qqisi va biz ham mana shu tepalikka qarab ko'tarilyapmiz. Mana bu narsa nima bilasizmi? Tuz bu. Shu otlar shuni yalaydi. Yalab qarang qanday o'sha yaltiratib yuborgan. Mana bu otlar. Qarangchi, shu changalzorning ichidan yo'l bo'lsa yuring. Bo'lmasa boshqa joy topamiz. Changalzorlar, o'simliklar hozir ko'payib, so'qmoqni yopib tashlagan. Shuning uchun har xil yo'llardan yurishga to'g'ri kelyapti. Mana shunday tikanzorlar oralab yurib ketyapmiz. Mana Muhammadjon katta tikanzorga tushib qoldi. Bahor ketib, atrofdagi 2 oy oldin ko'm-ko'k bo'lib turgan mana bu adirlar sariqlikka burkangan. Lekin hali tog'larda yashillik bor. Ko'kbet cho'qqisigacha 50 metr qoldi balandlik. Mana shu tepalikka chiqib yana ozgina yurilsa cho'qqiga yetiladi. Tog'da, quyoshda eng yaxshi joy mana shunday archalarning osti. Juda ham salqin, juda ham xush havo va havo. Hozir mana shu yerda ozgina kutib, yigitlarni kutaman. Oni kelishyapti. Keyin birgalikda davom ettiramiz. Bugungi safardagi birinchi cho'qqi Ko'kbet 1945 metr balandlikda joylashgan. Faxrin aka, ana KGB'ni temiri metda ham bor ekan. Mana 1926-yilda qo'yilgan ekan. 100 yil bo'libdi. 100 yil oldin qo'yilgan ekan. Ko'kbet qozoqcha so'z, ya'ni tog'ning ko'k joyi, ko'k beti degan ma'noni bildiradi. Hozir endi keyingi cho'qqimiz mana bu cho'qqiga qarab yo'l olamiz. Moyg'ashqon cho'qqisi. Ko'kbetdan biroz tushib, yana tepalaymiz. Moyg'ashqonning bu tarafida daraxtlar kam bo'lsa-da, lekin bu tarafi ancha daraxtlarga boy va juda ko'm-ko'k joylar, juda go'zal joylar. Balki qaytishda mana shu tarafdan tusharmiz. Ko'kbet cho'qqisidan 100 metr pastlab mana shunday go'zal dovonga yetib keldik.
Dovon ko'm-ko'k. Gullar ochilgan. Haqiqiy bahor nafasi ufurib turibdi. Mo'yg'oshqon cho'qqis sari ketib boryapmiz. Esingizda bo'lsa, bu yerlarda 2 yil oldin qish paytida o'tgan edik bu yerlardan. O'shanda ham ko'kbet va mo'yg'oshqon cho'qqilarining qishki ko'rinishidan bahramand bo'lgan edingiz. Bunisi esa yozgi ko'rinishi. Yozgi ko'rinishi ham ko'rib turganingizdek juda ajoyib, juda go'zal, haqiqiy o'sha ko'kbet o'z nomiga muvofiq, ya'ni ko'm-ko'k. Mana bu toshlarni qarang. Xuddi bir-birini ustiga kiygizib terib qo'yilganga o'xshaydi. Aslida bunday emas. Bu toshlar yaxlit tosh bo'lib, keyinchalik parchalangan. Va mana shunday ko'rinishga kelgan. Cho'qqimiz mana. Ular kelishyapti. Mana shunday tog'larni oshib, yana mana bu dovonni ossak, cho'qqiga yaqinlashamiz. Cho'qqiga ham yaqinlashib qoldik. Mana bu bulutni qarang. Bizga soya berib ketmoqda. 100 metr yuqoriga ko'tarilsak, cho'qqiga yetamiz inshaalloh. Mo'yg'oshqon cho'qqisigacha 300 metr atigi masofa va 70 metr balandlik qoldi. Mana shunday go'zal manzaralar bilan asta manzilga yetib kelyapmiz. Faxriddin aka, har bir tog'da o'ziga xos jihati bor. Shunday. Bir-biriga o'xshamaydi desam, odamlar ishonmaydi. Mana Mo'yg'oshqon, mana bu ko'kbet taraflar ham menimcha o'ziga xos go'zal. Nima deysiz siz bu yerlarda birinchi marta bo'ldingiz? Shunday. Bu qanday taassurotlar? Yarasha go'zalligini yana bir tarafi, har safar har xil faslda kelsangiz, yana har xil shaklga kiradi bular. Mana hozir mana bulut soyasi olib turganini qarangiz. Ajoyib joylar, ajoyib manzaralar. Bu yerlarda hali ferulalar rosa yashnabdi, qo'ylar kelmabdi. Buton bu yerlargacha hali qo'ylar kelmabdi. O'shaning uchun mana bu yerlar yashnab turibdi. Mana atrofni qarang. Yashnagan. Dengiz sathidan 2310 metr balandlik, 9 kilometr masofa, 1500 metr ko'tarilish, elevation va 5 soatda biz mana shu yerga chiqib keldik. Alhamdulillahi robbil alamin. Bugungi safarimiz yaxshi o'tyapti. Shunday emasmi? Chigil yozda bo'ldi bu safarimiz. O'tgan safar chiqmaganimiz uchun oyoqlar chigilni yozdikda. Keyingi bundan yuqoriroq cho'qqilarga tayyorlanish bo'ldi xulosa. Mana oxiriga kelganda yigitlarga ham g'ayrat jo'shib ketib, mana yetib kelishdi. Oho! Biz bormang. Nihoyat mana yetib keldinglar. To'g'rida katta chimyon, uni pastroqda qumbel ko'rinib turibdi. Bu taraflar esa yam-yashillik. Uzoqda vertolyot uchmoqda. Mana tushish jarayoni
Yuqorida esa juda ham go'zal bir bulut biz tomonga kelmoqda. To'g'rimizdagi harchalar. Bularni osti juda ham go'zal bo'ladi-da. Ayniqsa salqin havoda. Oh, subhanalloh. Mana buni qarang. Bu tarafdan Mo'yqo'shqondan tushib keldik. Bu taraf Ko'kbet. Ko'kbetga yana 100 metr ko'tarilish kerak. Biz esa mana bu tarafdan ketishga qaror qildik. Daraxtzorlar oralab, archazorlar oralab yetib olmoqchimiz. Mana shunday qo'y qo'zilar yuradigan yo'laklar bo'ylab pastga tushib ketyapmiz. Qo'ylar yurganki, demak bu pastga tushadi va mana shu so'qmoq bizni olib boradi. Yangi yo'l bo'ylab tushish. Atrof archazor. Mana shunday yam-yashillik. Maza. Daraxtlar juda ham bir ajib ne'matda. Qarang. Mana shu olchani tagida hozir o'tirib tushlik qilib olamiz. Alhamdulillah. Mana yigitlar ham kelib qolishdi. Juda so'lim joyga asalarichilar asal qo'yishgan ekan. Hali toqqa chiqishda mana shu yo'l bilan, mana shu qirralik bilan tepalagandik. Hozir bu tarafdan aylanib tushyapmiz.